Аңлаватқаныңлар Мәркәзи Халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Assalamu alaykum hürmetli radio anlıqçılar. Adabiy anlatış programmamızda anlaşıllarını qarşı alamiz. Bugünkü programmamızda yazğıcı Xalida İsrailning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anlatamiz. Voy qanday qilay, mening qizlarim nalada. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi qandu. Nima kunlarni ko'ryotdi qandu. Ben her qaysini pek obdan bilaman, qayt obdan bilaman. Chechini parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Anam meni, dadam meni. Nemishqa arzulabdiki, mening bundaq bo'larimni nemishqa o'ylamabdiki. Şu çağ onun Hamraxon bilan ko'rishgisi, o'zida bo'layotgan o'zgarishlarni uningga aytgisi keldi. U choy qaynatib etib, eri bilan choy ichib etib, Hamraxonning yo'liga qaradi. Tushkicha qaradi. Bugun Hamraxon qarasini ko'rsatmadi. Nima bo'ldikina? Odatda u bu vaqtcha 10 qitim beshini tiqib bo'ladi. Tushlik g'iza ustida u eriga eg'iz ochdi. Bugün Hamraxonga nima bo'lgandi? Og'rib qolganmidi ya? U Abdullahning villada qizarganini sezdi. Uyi bu odam ish chiqib qolgandi haqiqatan. Hamraxon kechga yaqin keldi. Yuzini ro'mil bilan qiyo to'sqinicha darvoza tubida birdan turib ketib qoldi. Havzxon Hamraxonni uzitib keyniga o'rlagan chig'ida yuzi qip-qizil bo'lib o'pkadek esilgan Abdullah bilan yuzma-yuz uchrashib qoldi. Onun ko'zlarida qandoqdir bir uchqun chaqnaydi. U Havzxonga xuddi yo'chun odamdek qaradi. Havzxon uning osh turqini, osh ko'zlarini zodila esidan chiqara olmadi. Sarton mavsumi kirdi. Yoz bo'yi har bir tut bug'doyning atrofida necha churgilagan dehqonlar tayyor bo'lib qolgan amgak mevasini yig'ib olishga oldirmoqda. O'rmining issiqini hech narsaga tanglashtirib bo'lmaydi. Ustidan o'tdek kun qizdirsa, bug'doyliqdan gupildab issiq qo'ri uriladi. Dehqonlar bu haroratni uf deyishidi. Kunduzi shunda issiq bo'lganiga qaramay, oqshimi muzdek salqin bo'ladi. Oydinda g'urg'ur shamolda o'rmoqning o'zi bir rohat. Jimjit salqin kechida quloq soladigan bo'lsangiz, bug'doyliqning besiq shavqini ichidan shirt shirt, kirt qilgan ovozlar anglanadi. Oydinda yo'g'on o'rg'oqlar valildaydi. Turupli birlari mo'ng'liq ovozda naqshi boshlaydi. Faryodga, pig'inga o'xshaydigan ohang kecha osmonida larzan so'zilib, kishilarni allaqandoq o'ylarga soladi. O'tgan ishlarni, o'tib ketgan talay oydin kechalarni eslatib, ko'ngilning eng chunqur qatlariga yoshiringan nozik hissiyotlarni urg'itdi. Qarang'uliqda kimlardir so'zib, ah dardima, deydi. Kitir, shitir ovozlar teximi avjiga chiqdi. Ko'zni yumib ochqicha daryodek do'lqinlanib turgan bug'doylar g'oyib bo'lib, uning o'rnini döva bog'lam o'nchilar egallaydi. Harg'an, ochqan qopoqlari bir-biriga choplashishga boshlagan dehqonlar udul kelgan yerga, quruqroq qirg'a o'nchi dövilarga o'zini tashlabla o'likdek uyquga ketishdi. Tong so'zilib, mahalla tarafdan qiyri mazinning titrak ovozi anglanganda, ko'pchilik org'inlikdan toshdek qotgan. Sirqirab og'riyotgan badanini taslikda yo'tkab masjidga, u yerdan uylariga bordi. Noshtadan keyin yana kun tiklashgacha ishlaydi.
Urma, men degan dehqonni sunaydigan maydon. Urmag'i bo'sh dehqon emas. Atiyozda Abdulla daryo bo'yidagi tikanlikka bug'doy terganda dehqonlar qarab turinglar, Abdullahxon bu yerga bug'doy terib, tikan yig'ib oladi deyishgan edi. Kutmaganda bu yerning bug'doylari hammadan bekrak o'xshidi. Mana, o'rmimi keldi. Bug'doylarga toza urg'oq soladigan paytda Abdullahning badanini chiqqan yarasi besib ketdi. Jarohat xuddi butun badaniga yiltiz tortib ketgandek, puti saqaysa belida. Beli saqaysa qo'lida ko'klaverdi. Bug'doylar bo'lsa to'kilib ketayotdi. Ularning oritam qo'shnisi Ro'zimataxon yordamlashmoqchi bo'laverdi. Havzxon unimadi. Uningga qarab Abdullahmo bir narsa deyolmay qoldi. Ro'zimataxon 36-37 yoshlardagi yo'g'on yarpa odam. Uning oqsiriq chiroyida qirg'izlarninkiga o'xshab ketadigan sarg'ush qisiq ko'zlari hayyorlik bilan chaqnaydi. Chiroyliroq qiz cho'kanlarni ko'rganda bo'lsa, bu ko'zlar xumorlashib yumilib ketadi. Qilin lavlarini to'xtamay tomshitadi. Kishilar uni Ro'zmat xotinboz deyishdi. Havzxonlar ko'chib kelganiga uzun bo'lmagan kunlar edi. Bir kuni atiganda u g'alvir so'rab tom qo'shnisining hovlisiga kirdi. Ro'zimataxon hovlida ketman dastlab o'ltiradi. Havzxon uni ko'rib o'zini daldiq olmoqchi bo'ldi-yu, ulgurolmadi. Ro'zimataxon hijib o'rnidan turdi. Bo'ldi, bizning qo'shnislar Havzxon. Biz degan o'z odam hamdi. U g'alvirni o'z ap chiqib berdi. Texi uni eshik oldig'icha uzitib, yog'lama so'zlarni yog'dirib. Havzxon bo'lsa, uning qarashlaridan xuddi yuziga poskini bir narsa choplashib olgandek bezor bo'lib, o'ylisiga yinib kirib olguncha ko'zi to't bo'ldi. Shuningdan keyin u Havzxonni yiroqdan agib yuradigan. Yo'llarda uchrashib qolganda bo'lsa, o'zini yo'qotib qo'yadigan bo'lib qoldi. Bir qitim Havzxon uyda un tasqavatdi. To'qqida qilib to'nglikdan bir tal chalma tushdi. Orqadalla yana biri tasqab qo'ygan unning ustiga tushdi. Havzxon qo'liga kaltak elib uyning keyniga chiqishiga kimdir biri paloq bo'lib qilib qochdi. Havzxon jigdi shoxlari orasidan Ro'zimataxonning kelangsiz gavdasini g'ilpol ko'rib qilib ichida kuldi. Ani shuningdan tortib uning Havzxonlar bilan qiyirishqan. U patpatla ularning yeriga mollarni qo'yib etdi. Bir qitim ular yer sug'urayotganda u eriqning qishini qasdan buzib etib, bir muncha suvni bekorga eqitib. Shu qitim suv navbatini kutayotganlar ketman ko'tirishib kelib Abdullahni urmoqchimi bo'lishgan edi. Uning xotini Muhtaramxon bo'lsa, tayini yo'qli bir xotin. Xush tutsa Havzxon desa Havzxon deb qilarga qiliq topolmaydi. Turupli tumshqini ushlab, qopoqlarini suzib ta'tir qaraydi. Lekin za har qanday chog'da eri bilan Havzxonga ko'z quloq bo'lishni esidan chiqarmaydi. Havzxonmu "Sana qarab men, ishga qarab dam" degandek ish tutib, uning tabiatidagi tinimsiz o'zgarishlarni ancha pisantiga olmaydi. Oydan oqshimi. Havzxon oqshoyi yog'liqini chekilab tengib, qo'sh astarlik nemchisini yepinchaqlab etizliqqa o'zi chiqdi. Bug'doylar o'staning nam hidi kelib turadigan mayin shamolda yenib choyqiladi. To'liq, eg'ir bo'shoqlar uning qo'llariga, belaklarga surkiladi. Qiltiqlari bilan g'idiqlaydi. Sal neridan o'stan suyining sharqirgan ovozi anglanadi. O'stan bo'yidagi qator teraklar xuddi poyansiz zaminning qorong'ularidek besiq shovqin ichida sukut turishadi. Teraklarning ustida qora marmardek volildab turadigan osmonda yulduzlar go'yo sonsiz nurli ko'zlardek zaminga tikilgan edi. Havzxon chopinini qirg'i tashlab qo'yib, qo'liga tukirib shartillatib urma o'rishga boshladi. Qanchalik o'ridiki, ikki bilagi sirqirab og'rib, qo'llari hech narsani sezmas bo'ldi. Uyqusi kelib, beshi eg'irlashdi. Bir chog'da o'ltirgan yeriga muk tushdi-da, qattiq uyquga ketdi. Tuyuqsiz uni eg'ir bir narsa besib oldi. Yirik soqolliq eg'iz uning nangsiga, leviga, bo'yinlariga asabiylarcha surkilatdi.
Yo'g'on bir qo'l asta-asta pastga surilib, uning maydisi ustida birdam to'xtadi. Orqadan yana pastga surilishga boshladi. Toshdek qotgan Havzxon midir qilolmaydi. Ko'zlarini ocholmaydi. U xiyolida o'zini uyida deb biladi. Tuyuqsiz u yot bir nafasni sezdi. Dingida cho'chib ko'zlarini yo'g'on ochdi. Qorong'ulikda o'ziga bekmi yaqindan tikilib qarab turgan o'g'ri mushukningidek bir jup ko'zni tunib, badanini sovuq ter bosdi. U yulqindi, silkindi. Nadin keldikin, ajoyib bir kuchning qudrati bilan ustidagi odamni irg'itib tashlab, o'rnidan sakrab turib ketdi. G'azabdan yerilg'udek bo'lib, o'rg'oqni izlashga boshladi. U biz parqirib turgan yo'g'on o'rg'oqni qo'liga olganda, boyiqi odam allaqachon ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. U boshqa birsi emas, dal Ro'zimataxun edi. Hamroxon atdigandala bir etek olma bilan bir siqim o'sma ko'tirib keldi. Hijr tovoqni dumkum turib o'smani siqqandan keyin kupning yenidagi nam yerdan o'zi qachonlardadir tiqib qo'ygan palkushni tepib keldi-da, Havzixonning aynigini supiga tiklab o'sma qo'yishga boshladi. Havzixon olma yegach uning o'sma qo'yishiga qarab o'tirdi. U o'smani hamisha shundoq inchga ham agimach qo'ydi. Qishig'ila emas, ko'zlarining atrofiga, kirpiklariga qo'ydi. Qiziq, uningga har qanday o'sma shundoq yarashidi. Ko'zlari yo'g'inib, qosh kirpiklari to'kilib turgandek ko'rinadi. Hamroxon o'smani qo'yib bo'lib, chitko'nligining etiki bilan o'zini yelpib o'ltirdi. Havzixon aynakka mayus ko'z tashladi. Yaqindan buyon u har qaytim aynak oldiga kelgandek mushundoq mayuslanadi. Uningga aynakda qarab turgan o'ruq ko'zlari o'ltirishgan. Ikki mag'zini qop-qora dog' bosgan ayol go'yo tamoman yot birsidek bilinadi. Buning sababi hozirga qadar faqat uning o'ziga ayon. Lekin u oldirab xushal bo'lib ketmadi. Bu haqda Abdullaga eg'iz ochmadi. Hamroxon bilan bo'lsa, qaylidan beri echilib yeyilib paranglashgani yo'q. U o'smani Hamroxonning ko'nglini deb neri beridan qo'yibli yuyuvatdi. Hamroxon bo'lsa, havas bilan yana 3-4 qaytim sulab, ondan yuvdi. Uning o'smisi bugun mo'qinda qo'ygan bo'lsa, shundoq ichib qoldi. O'sma amroqqa amroq degan gap beka emas, jumi Hamroxon. Ay bo'lib ketdinglar, ay. Mahallaning axaqlari xotinlarga qarg'ili unmasa qanday qilg'uluq endi? Hamroxonga amroqlikka kelgan Havzixon uning nag'zini chimdab turib shundoq chiqishdi. "O'sh, qo'ying axinim axaq deganni. Onun bir pulluqi yo'q. Sapli ujmi ko'ngil bir nimalar u. Köydan pishdim deb qo'lga keltirib oladi. Orqadan Hamroxon gapini yutib yetib oldirab o'rnidan turdi. "Xo'sh, adash, men ketay. Hiliqi gadoybek kullamchi bo'lib ketdi. Soyamdimi kullaydi. Talog'i chiqsam go bo'ldi. So'roq totmay qolmaydi. Har qancha bo'lsa-mu birdam o'ltiringlar, obdan adash. Birdam mungtishib o'ltirmiz. Uzun zaman bo'pti ikkimiz mungdashmag'ili. Sizlarga saqlab qo'ygan shundoq chiq gaplarim bordinglar." Hamroxon yenib supida o'ltirishiga ko'chadan Abdullaning ovozi anglandi. U Ro'zimataxun bilan paranglashib o'tdi. Hamroxon qo'pib mo'ngdi. Uni uzitib ishga chiqqan Havzixon tari turilgan holda kirib kelayotgan Abdullah bilan usishib qolg'ili tas qoldi. "Ma'u buzuq nima deb ketdi? Ko'zimga sat ko'rinib." Abdullah Hamroxonga anglatib turib og'zini buzdi. Havzixonning hayronlikdan yo'g'on echilgan ko'zlariga qaramayli berib supug'i so'zildi. Toki Havzixon yuzida jigirtek bilan yumg'oq sutlaylab turgan o'girini oldiga elib kelganda, ondan o'rnidan turdi. Oshni bir ig'iz gap qilmay ichib, yana etizga chiqib ketdi. Qachonlardan tortibkin Havzixon o'z baxtining orasiga nimanindir yoshiringanligini sezdi. U uning nimaligini bilmaydi. Qandaqdir bir andisha kech-kunduz yuragini siqatdi. Pat-patla tushi buzilib qoladi. Ko'nglining chunqur bir yerida oshu noma'lum narsaning o'z baxtini vayron qilib yetishidan, umrlik dog'da qilishidan qo'rqatdi. Odam murodiga yetganda rizqimi tugarmish. Bek qomlashib ketgan ish cho'qim buzilarmish. Xudo,
o'zing panohingda saqla. Havzixon har qitimliq namoz, duolarida chin ixlosi bilan shuni tilaydi. Ammo Abdulla turib-turibli jimg'ur, sovuq, yot ham surlik bir odamga aylanib qoladi. Havzixon Abdullaning bu turqini ko'rishdan ikki ko'zi ko'r bo'lib qolishni yoki o'limni afzal ko'radi. Chunki u Abdullani hali ham jinidan e'tibor ko'radi. Uningdan birdam ayrilg'usi kelmaydi. U uydan chiqib ketishi bilanla uning butun sezgu a'zolari qo'liqig'ili markazlashadi. Qachonki ho'yli ishga taraqishib, tunish oyoq tevishi anglanganda gul qaqalari echiladi. Kulib, yugurib Abdullaning oldiga chiqadi. Qo'liga suv beradi. Uning yo'g'on qo'llari bilan obdab to'kilgan qaramtul qizg'ish yuzini, bo'yin boshlarini yuyishiga, badashqon qurib o'ltirib, ishtaha bilan g'izo yeyishiga qarab to'ymaydi. Abdulla ig'ilda, ho'ylida yoki o'g'zida ishlab yurganda uning orqasidan soyidek jimjit agishib yuradi. Ba'zida Abdulla shartida kayniga o'rilib, xirildab kulganicha uni belidan quchoqlab oladi. Kichik bolani ko'tirganda ko'tirib elib, uyga akirib ketadi. Ammo u hozir go'yo uyda Havzixonning borligini bilmaydi, sezmaydi yoki bilishni, sezishni xohlamaydi. Havzixonga kullab gap qilmaydi. Uyda bug'doy uni uzilib qolg'ili xeyli kunlar bo'ldi. Havzixon qo'noq ugrisi bilan siqmoqni etaverishdan zerikdi. Shunga Abdullaning qo'li bo'shishini saqlab turmay, eshakka bir tog'ir bug'doyni ortib tugmanga mangdi. Etizliqlar orasidagi jig'ir yo'l kent sirtiga, yaqindala eqib o'tgan cho'ng suvning izi qolgan sayliqqa chiqqandan keyin kengayib taraf-tarafga bo'linib yo'q bo'lib ketadi. Havzixon o'stani bo'ylab mangdi. Sal nerida 5-6 yoshlardagi ikki kichik bola suv eqitib kelgan shox-shumba daraxt yiltizlarini terib o'tadi. Oq yog'liq ortgan bir ayol ularning atrofida engishib bir nimalar qilib yuradi. Havzixon kichikroq, chiroyli o'g'il bolaga zan qo'yib qaradi. U o'z bolasining ana shunday chiroyli bo'lishini orzu qiladi. Do'ngda cho'qchib turgan ko'ni tugman yiroqdili ko'zga tashlanadi. Tugman besiq bo'lsa kerak. Tugmanning taskay tarafidagi tom bo'ylab qo'yilgan yo'g'on ko'takda 3-4 xotin o'ltiradi. Ularning ichida qo'shnisi Muhtaramxon bor edi. Tugman ichida qiyri tugmanchi bilan 3 yosh yigit qo'llarini beshining ostiga qo'ygan holda o'ngda yetishadi. Tugmanchi bo'lsa, suvning gurkirgan ovozini besishga urinib, o'lik ovozda Rustam dostonining jang qissalarini so'zlamoqda edi. Yigitlar erinchaklik bilan o'rinlaridan turib, Havzixonning tog'irini tomg'a yo'laklik tog'ir xaltalarining yeniga tizib qo'ygandan keyin yana joyiga berib yetishdi. Hamilari harmag'ayla. Harmisila, o'zlari obdan turib-atamla. Ayollar o'rinlaridan sal-pal medrab Havzixonga o'rin chiqarib berishdi. Ammo Havzixonning kelishi bilan uzilgan parang qayta ulinolmadi. Orada xeyligacha o'ng'aysiz jimjitlik hukm surdi. Bir ayol zog'rinon yeb o'ltiradi. Havzixonning oshunondan yegisi keldi. Ayolga qarab qo'ydi-yu, so'rashdan uyaldi. Anglasak, Hamra bilan ko'ngillari yaqinkan. U hidiqa deydigan ikki yig'iz gapimiz bor edi. deb xingildab gap boshladi bir ayol. U og'icha, yo'g'ishdek qo'ruq, burnining yerimini siflis yeb ketgan ayol edi. Havzixonning g'ushida ochiq tutdi. Hamraxonning buzuqligini har qaysilari bilishadiganligi, til qisinchiliklari bo'lmasa, gapni o'ziga deyishsizlar. Men xabarchilikni aplashtirib olmayman. Buzuq bo'lmay nimidi u? Araboqqa kelgandan beri kursk ishdak so'kildab hech kimning erini saq qo'ymadi. Eri ba xotinga kas-kamas qarchaplashibamizlar bo'lamiki? Gapni qilgan bilan hudisidan chiqmoqdas. Ayollari tushma-tushdan hujumga o'tdi. Mana men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Bultur qo'noqlikda mening oshu mo'ng erimni bo'sh qo'ymadi, u qiyr qanjuq. Isit. Hasan axun oltinga bagisiz odamdi. Oshu buzuqning dadida shuvchi bo'lib qoldi.
Havizxon qopib ketmoqchi bo'lgan edi, ammo ulgurolmadi. Gap so'zsiz o'ltirgan Muhtaramxon masxir ohangda so'z echib qoldi. Boshqa odamga bir nöri, erlari Abdullaxonning yurish turishiga bir san qo'yib baqsala. Havizxon petini buzmay o'ltirdi. Ammo uning yurkiga o'tkir bir xanjar sanjilib bo'lgan edi. Qaysi kuni etizliqda o'tavasam, ner qatiki jigdilikdan bir er bilan bir mazlum kishining gudung-gudung ovozi anglandi. Asta marab baqsam, kim demayla? Abdullaxon bilan Hamroxon. Tova, Abdullaxon uning qo'lini orqasiga qayirib tutibdi. U bir turib qiydab qolganda qiladi, bir turib viliqlab kuladi. Ishkilisi xuddi bir-birini yevitadigandak qarashidi. Chetga qarab turib yerilib ketgudek bo'ldim. Shundaqmi tuzkorlik bo'lamdigan? Xalq seni beshig'i elib ko'tarsunu, sen qo'pib xalqning beshig'ini ijozat to'k. Heliqi yo'g'on seriq etinni ala pochoqdan deb kushkurtib edim, ishqisining ola tovusini chiqadi toza. Ayollar Hamroxonni ishit emas, o'zlari talab puxodan chiqudek bo'lib kulishdi. Abdullaxon miza hech kimga ko'z solmay yurganda qiladi. Asli umu. Havizxon tomni tutib tasta o'rnidan turdi. Eshikni haydab uyiga qaytdi. Kun g'arbga qaysib, asta-asta yiroqdagi qumliqning kayniga cho'kib ketdi. Atrof gugun pardasiga o'raldi. Osmonning quyosh petib ketgan burjigi xuddi o't ketganda qizargan edi. U yerda top-top qizil bulutlar uzib yuradi. Qorong'ulik, siyohdek qop-qora. Bosh uchi cheki yo'q qorong'ulik. Yer jahon oshu qorong'ulik ichida qaytib qolgan edi. Kechdan bo'lganda yerning tegidan oyoq tevishi keldi va borgan seri kuchaydi. U Havizxonning quloq tubida, to'g'riroqi tumur-tumurlarda yangrashqa boshladi. U qo'llari bilan quliqini etib oldi. Tugilib kichkina bo'lib ketdi. Quliqini ming etib olgani bilan baribir edi. Abdulla bekmi xushvoq. G'ingshib naqshi etqini chiqarib keldi. Kupdan suv elib g'urtildi deb ishdi. Havizxon deb boshqini chaqirdi-da, sada chiqmagandan keyin ko'rpa bilan takiyini ko'tirib o'g'ziga uxlig'ili chiqib ketdi. Havizxonning yurkiga bir xanjar sanchiqliq. U uning yurkini tinmay qo'chiydi. Havizxon azobdan ingraydi, log'-log' titraydi. Abdullaning odati mushu. Har kuni tong kechida keladi-da, ko'rpa bilan takiyini elib o'g'ziga chiqib ketadi. Kunduzlari Havizxon oldiga akilib bergan oshni nimani yeyotganini bilmayli yeydi. Ko'zlari, lavlarida xiyoliy bir kulki, taksiz bir xushlik o'ynaydi. Bir kuni Havizxon Abdullaga miqta qadilib turib eg'iz ochdi. Hamroxonga nim bo'ldiki, qorisinim ko'rsatmaydigan bo'lib ketdi desa, Abdulla dingida cho'chib Havizxonga alanglab qaradi. Yuzlari eslib qip-qizil bo'ldi. Ko'zlarini ishtik apqichib yo'chun bir ovozda, onasining uyi ketdimikin? dedi u duduqlab. Havizxon Abdullaning oldiga kelib yukinib o'ltirdi. Abdullaxon, ishkimiz qandoq elishib tegishgan? Aslarda bormi? Ha. Abdullaxon, peshlarga esilgan kunimdan tortib hala bugungacha yuzlarini yayi qortadigan bir ish qildimmi ya? Yo'q. Birer kun issiqsiz qo'ydimmi? Yaqinlarni kir qilib qo'ydimmi? Yoki sizlarga qapoq turib boqqan yerim bormi? Amsi mong nemishqa qapoq qashmayla. Nemishqa mening yenimdan arvohni yondigandek yondab o'tib ketila. Men sizlarning halol jubdilari, kuyib pishib olgan xotinlariga o'tgan ishlarga salovat. Men munaga bordingiz, nada turdingiz demay. Sizlarmi aytmisizlar. Lekin tomosha mushiyagicha bo'lsinmikin? Bo'lmasa qandoq qilib o'tsan? Sizlar ko'rsatgan tomoshani menmi ko'rsalayman? Qo'lingdan kelganini qil. U shundoq dedi-da, yana o'g'ziga chiqib ketdi. Shunda uning oyoq ostida nola qilgandek g'ijildab ketdi. Havizxon supug'i o'zini tashladi. U titrab o'tdi. Ho'ngrab yig'lab etmaslik uchun qo'llarini tishlaydi. Ammo
qo'llarining og'riqini sezmaydi. U helila anglagan so'zlarga hech ishonolmaydi. O'zini xuddi bir yomon tush ko'rayotgandek sezadi. Uyqudan uyg'onishi bilanla bularning hammasining yolg'on bo'lib chiqishini orzu qiladi. Lekin bu tush emas edi. Bu necha vaqtdan beri hammani sezib yurgan bo'lsa-mu, ko'nglining bir burchigida pildab turgan. Balkim hammasi yolg'ondu, tushunmaslikdu, deydigan kichikina umidmi yo'q emas edi. Abdulla uningga bu gaplar yolg'on degan bo'lsa-la, u uningga ishonib qolgan bo'lar edi. Ammo Abdulla undaq demadi. Yo'shiribmi o'ltirmadi yoki endi u yo'lga mangmaymanmi demadi. Faqatla qo'lingdan kelganini qil dedi. Ah xudo, nima tortquliqdir bu? Bechora ona qizining beshig'i mush kunlarning kelishini bilamdiki. Dunyoda ona ko'nglidek to'yg'un narsa yo'q ekan. U yaqinda ko'rgan tushini, dadasini, akalarini o'yladi. Dardini hech kimga aytolmaydiganligini. Bu dunyoda endi uning bilan sirdishadigan, uning uchun yosh to'kadigan biror kishining yo'qligini, o'zining naqadar yolg'iz yoki yagona ekanligini ich-ichidan his qildi. Shundoq emasmi? U yana kimga ich-bag'rini to'kalaydi? Abdullahga. Abdullahga o'zining eg'ir oyoq ekanligini aytsinmi? Yo'q. U Abdullahni bola orqali o'ziga bog'lab olishni xohlamaydi. Uningga Abdullahning burunqidek shartsiz, o'tdek qizg'in muhabbati kerak. Zarur tepilganda u qilcha ishkilanmay yana bir qitim dadasining oldiga ketdi. O'zining homildor bo'lganligi, hatto bu dunyoda ular ishqisining qo'shilishidan opirida bo'lgan bir kichik jon bor ekanligini uningga uqtirmaydi. U endi Abdullahni qaytara olmasmi? Hamrohanda bor chiroy, xuluq uningda yo'qmi? U lavlarni qattiq tishlaganicha cho'nqur xiyollarga cho'kdi. Supidagi doq kigiz ustiga choplashib yotgan Havzixon har kunki ovozni yana angladi. Yerning tegidan keladigan bu ovoz, Abdullahning yalang'och putlarining ovozi uning yuragini jig'ildatdi. Uni har kundagidan o'ta qo'rqinch sarosimga selib qo'ydi. Birovning eshikni silashtirib ochgan ovozi, zanjirining bo'shqini shiriqlashi, eshikning g'ichildishi. Oyoq tevishi borgan sari yaqinlashdi. Havzixonning yonida texmi ostilab yana yiroqlab ketdi. Sho'da g'ichildab nola qilib to'xtab qoldi. Atrof birdala cheksiz jimjitlikqa cho'mdi. Havzixon gupildab so'qiyotgan ko'krikini kuch bilan besib elib, asta o'rnidan turdi. Sho'tining yeniga kelib, o'zining tomdagi soyasiga qarab birpas turdi. Yo'tisiga tushib turadigan ishki o'rimchechini bir-biridan cho'p yelkisiga selintirdi. Ilgari Abdulla uning sochlarini cho'p o'ynashni yaxshi ko'radi. Uning sochlarini qo'llarining orasiga elib silaydi. Yuziga, lavlariga suradi. Amdichu. Havzixon sho'tini g'ichildatmaslikqa tirishib, boldoqlariga asta dasidi. O'gza oy nuriga cho'milgan edi. Bir yoqda qator qilib tizilgan, yangi o'rilgan bedilardan chuchumal xushpuroq kelib turadi. Havzixon ko'rpa ustida put qo'llarini kerib, o'ngdisiga yotgan Abdullahning yeniga tiz cho'kdi. Qo'llarini maydasiga elib, uning chiroyiga uzoqdan uzoq talmirdi. U uxlab yotdi. Turib yenikkina xo'rak tortib qo'ydi. Lavlarida o'zgacha bir xotirjamlik, baxt jilvilanadi. Uchuq yoqasidan ko'rinib turadigan yungluq kang ko'kriki kuchlik nafsiga agishib dam ko'tarilib, dam tushidi. Bilaklari xuddi birsini quchoqlashga tayyorlangandek ikki yoqqa tashlangan. Yerim yumilgan barmoqlari o'zicha qimirlab qo'ydi. Bir vaqtlarda mushu qo'llar uningga tava edi. Uni ustiqonlarini sundirib qo'ygudek darajada chin quchoqlaydi, ko'tirib oladi.
Әмді болса, başqa birini quchoqlaydi. Balkim ko'tiribmi oladigandu. Havzixonning ko'z yoshlari bulaq bo'lib eqishga boshladi. Issiq ko'z yoshi uning og'ziga, bo'yniga eqib kiratdi. U jaloqlab titirganicha asta Abdullaning yeniga surildi. Qo'llari bilan uni mahkam quchoqlab oldi. Yuzini uning yuziga, lavlariga surkidi. Ammo Abdulla xuddi bir parcha toshga o'xshash qimir qilmay yotadi. Uning asabiylarcha suyishlari, erkalatishlariga parvomi qilmaydi. Havzixon haddidan beri chegib tayyorlab qo'ygan bo'g'chumisini ko'tarib eshikdan necha qitim chiqdi. Bir necha qadam ola olmay, xuddi bo'yni orqasidan bog'langandek yana kayniga qaytdi. Qo'noqning o'tini kim o'taydi? Molga o'tni kim oladi? Tugmanga tashlab qo'ygan o'gitni kim akiladi? Etizliqdan yerib ichib kelganda uning oldiga kim issiq tomoq elib chiqadi? U baxtli kunlari o'tgan o'sha uyidan yomonlab ketgisi yo'qligini ana shundoq bahonalar bilan yapmoqchi bo'ladi. Turibla bir nuqtaga tikilib qolganicha Abdullaning muzdek chiroyini ko'z oldiga keltirib, xo'rliqni ichiga sig'dira olmay oldiga qarab tez-tez mengib ketadi. Mengib qadamlari borgan sari ostilaydi. Pat-pat kayniga burilib qaraydi. Hech kimning qarisini ko'rmagandan keyin cho'nqur bir xo'rsinib qadamini tasta yo'tkashga boshlaydi. Ah, xotin kishi. Erining muhabbatidan ayrilgan xotin kishi xuddi shehidan ayrilgan yaproq. Yepi uzilgan laylak. Jangalda to'pidan ayrilgan qo'za. Uning dardini, ochiq hasratini beshiga kelmagan odam mangu his qilib yetolmaydi. Havzixon yo'l bo'yidagi eriqliviga kelib o'ltirdi. Bo'g'chumisini bir yonga qo'yib, qo'llarini suvga tiqdi. Qo'yuq o'sgan qiyoq, poqi yo'pirmoqlarining orasidan shildirlab eqib o'tadigan bu suv shunchalik suzuk ediki, eriq ostiga tinib qolgan sarg'ush yeshil mux qoplagan laylatqilar. Ushaq rangdor toshlar, g'ujmak qop-qora qildek inchika yiltizlargacha monomandab ochiq ko'rinib turadi. Sho'x, g'amsiz suv ushaq to'lqinlarini hosil qilib, o'nchi cho'chirtib manziliga oldiraydi. Kuchi yetganligi narsalarning hammasini o'z yo'lida elib mong'atdi. Qo'lidan ayrilgan bir tal shox eqib keldi. Uning uchi tarafidagi yumron, kichikkina yeshil yo'pirmoqida qanoti zaxmlangan oltin rangli xonqiz o'ltiradi. U qanotlarini dirildatib parvoz qilishga tamshilatdi. Naqsdiga yetolmagandan keyin har yon o'milab, bu g'oyat zo'r eqinning kuchidan qutulishga urinadi. Shox bo'lsa cho'kib ketayotdi. Xonqizni panohiga olgan yo'pirmoq titraydi, silkinadi. Havzixonning qo'lqig'i qildan inchga. Orali farq atkili bo'ladigan zaif noli faryod anglangandek bo'ldi. U sakrab qo'pib, eqib ketayotgan shoxni suzib oldi. Xonqiz uning qo'llarida o'milashga boshladi. Havzixon barmoqlarini kerib jimmadi turdi. U uchib ketalarmi? Agar uchib ketalasa, Abdulla meni hali ham yaxshi ko'rdi. Agar uchib ketalmasa, Xonqiz uning bosh barmog'iga chiqdi. Bosh barmog'ining uchidan kayniga qaytib, yuqoriga qarab o'milashga boshladi. Yana kayniga qaytdi. Chimaltak barmog'ining uchiga kelganda to'yuqsiz vovuldab turadigan so'psuzlik qanotlarini kerib, havoga yenikkina ko'tarildi. U meni yaxshi ko'rdi. U meni yaxshi ko'rdi. Havzixonning qalbidagi g'azab, xo'rliq pak-pakiz yo'qoldi. U vujudini o'rib olgan xushalliqdan xudini yo'qitib oldirab o'rnidan turib edi, birdilla ko'ziga qorong'ulik tiqildi. Yuragi silib, tenini sovuq ter bosdi. U tunugin atigandan tortib og'ziga bir narsa solmagan edi. U bir tupchigining yirik qo'zg'ig'i peshonisini tirab turganida qo'rsqidagi bola tavrab ketdi. Bu tunji qitimliqi edi. Havzixon
vujudi larsiga kelgan holda texi dunyoga kelmagan farzandining harakatiga zan qo'yib, uning jon jahli bilan o'zining beqillarga tepayotgan qizg'uch kichikgina putini mahkam yumulgan mushtlarni ko'z oldiga keltirdi. Osh kuni saharda podichi bola qo'ylarni kent sirtiga haydab chiqib ketayotganida osmonning kun chiqish tarafidan qondek yamrab ko'tarilayotgan ajoyib bir qizillikni ko'rib, ixtiyorsiz ichida durut o'qidi. Bu qizillik har kunkidek supsuzuk va pok qizillik emas edi. U xuddi yirik qupuqda jon talishib yotgan bir gigant odamning tomiridan bulduqlab etilib chiqayotgan qonga o'xshash hashpash degucha osmon betini qopladi. Bir pastala poyonsiz qumluq, etis bog'lar, dehqon uylari, yong'oq daraxtlari tamoman to'q qizil qon rangiga kirdi. Toki quyosh qumluqning nerisida paydo bo'lib, nayza bo'yi o'rilganga qadar bu qizillik yo'qolmadi. Shu kuni nurg'un kishilar podichiga o'xshash sarosima ichida qilishdi. Masjid imomi uningga oxir zamonning yiqilishib qolganligining bishorati deb ta'bir berdi. Ammo kishilar bilan tangli uyg'ongan hayot tashvishi o'zidan boshqa hammasini unuttirishga qodir edi. Darvaqa uzun o'tmay hayot yana iziga tushdi. Tushlik g'izoga qo'pgan Havzixon qozonga ushiq to'g'ralgan quruq yog' bilan chamg'urni tashlab tovoqni yopdi-da, boyli yo'g'irib qo'ygan xemirni yeyishga boshladi. Har bir egilganda uzun ishki o'rimchechi murisidan ortilib oldiga tushib oladi. Bilaklarga cho'nkilib qolgan kumush bilazgimu taraqlab oshtaxtiga uriladi. U bir tortib qo'yib, bilaziklarni chiqarib, kot sanduqining ustiga qo'yib qo'ydi. Orqasiga yenikini choy qilib, choylarni kayniga tashlab etib, yana supurg'i engishdi. Qog'ozdek nefis yeyilgan xemirni no'g'ush bilan abjil qotlab, qo'liga osh pichqini oldi. U uzun, inchga, saplarga so'ngakdan xilma-xil naqsh o'yilgan pichoq edi. Ular tog'da turayotgan chog'da Abdulla uni bir qo'ychidan so'rib olgan edi. Pichoqning oshtaxta ustidagi ritmli harakatiga agishib, xemir cho'chdak kesilishga boshladi. Havzixonning xiyoli bo'lsa bu yerda emas. Abdullaning oqshomqi so'zlarini takrorlaydi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Havzixon, voy Havzixon, qaqla burningizning ostida tomosha qilyapsiz, nimishqa o'ltirdigansiz? Bo'ling deyman, bo'ling. Abdulloh uni yiliqi burnimi bilan cho'nashlikda. Jinim dada, aqlsiz qizlarni boqqanlarga rozi bo'lsalar. Menga rozilik bersizlar jinim dada. Men tentak qilib qo'ydim, odam o'ldirdim. Men seni oldingda gunohkor. Men o'limga loyiq. Men sendan ayrilmayman Havzixon. Yodingdami? Ikkimiz qandoq kuyishgan. Ikkimiz nima degan chiroyli o'tishgan. Bizga yomonlarning ko'zi tegdi. Meni qori bosdi. Jin Havzixon gap qilgina. Bir eg'iz gap qilsam-chi.